Hammalarga assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun va nihoyat sizlar kutgan kun. Bugun men sizlarga shu ishib turadigan sochlarimni har doim qanaqa qilib yurishimni ko'rsatib beraman. Tayyormisizlar? Unda boshladik. Sochlarim yuvib quritilgandan keyin xuddi shunaqa qo'rqinchli holatda bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda bu sochlardan go'zallik yaratamiz. Men har doim sochimni nimadir qilishdan oldin sochimni ildizlariga shunaqa sprey ishlataman. Nimaga ishlataman buni? Sochlarim qalinlashishiga, uzun va chiroyli bo'lib o'sishiga yordam beradi. Sochimni ildizlarini ham baquvvatlashtirib beradi. Meni oldindan kuzatadiganlar juda ham yaxshi bilishadi. Meni sochlarim siyri, yaxshi o'smaydigan, ildizlari juda ham nimjon, uchlari kuyib ketgan, shunaqa soch bo'lgan. Hozir bo'lsa, Xudoga shukr, juda ham yaxshi o'syapti. Mana shu ildizlarda juda ham ko'p mayda sochlar bor. Mana bularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Shunday mana bu. Oldin shular bo'lmas edi. Ikkita chakkam prям kal bo'lgan qizlar. Umidlarimgacha o'syapti, ko'rasizlar. Ildizlariga yaxshilab surib olamiz. Endi sochimizni shunday qilib ikkiga bo'lib, yarmini yig'ib qo'yaman. Sochlarimni har doim shunaqa gafrida qilaman. Mana ko'rinishini sizlarga ko'rsataman. Gafrini qizdirib qo'yasizlar. Ikkiga bo'lingan sochinglarni ketma-ketlikda bosib chiqaman. Bu oddiy gafri emas, bu valna qiladigan gafri. Shuni adashtirmanglar. Men sizlarga rasmini ham qo'yib qo'yaman. Ovatganinglarda yanishmasligingiz uchun. Kim meni oldindan kuzatsa, iltimos yozib ketinglar. Oldin sochlarim qanaqa darajada bo'lgan va hozir qanaqa o'zgarishda. Sizlarning fikringlar menga juda ham muhim. Mana uchigacha xuddi shunaqa shunchaki bosib chiqamiz. Mana. Keyingi sochni olamiz. Buni ham xuddi shunaqa bosib chiqamiz. Juda ham oson. Hozir boshimda mayda sochlar ko'p bo'lgani uchun ham sochim объемный bo'lib turadi. Sizlarga ko'rsatay, mana bunaqa kalta sochlar o'sib kelyapti, ko'rasizlar? Bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib bosib chiqamiz. Lekin taramaymiz, qizlar. Bu yerda qaranglar, 160 gradusdan 220 gacha qizdirsanglar bo'ladi. Men har doim 220 gacha qizdirib, ana undan keyin qilaman. O'shanda zo'r oladi. Keyingi safar boshimni yugunimgacha sochim tushib ketmaydi. Sochni mana shu qismini tushirib olamiz. Qilib bo'lganimizni orqaga otib olamiz. Agar sizlarni sochinglar manikidan ancha qalin bo'lsa, unda ko'proq bo'laklarga bo'lishlik kerak bo'ladi. Men shunchadan olib qilaman har doim. Endi oldimizni qilamiz. Xo'sh, soch o'sish masalasiga qaytamiz. Men kichkinaligimda sochlarimni kaskad qilib kestirganman. Adashmasam o'shanda 7-sinf edim. Kestirganimdan keyin shu bo'yi shu sochlarim yelkamdan tushmagan. Eski rasmlarimni, eski videolarimni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Sochlarim har doim yelkamdan turgan. O'sha katta bo'lganimdan keyin uzun soch xohlab qoldim. O'zi oldin sochlarim uzun zo'r bo'lganda, kaskad kestirib, filirovka qildirganimdan keyin sochlarim dabdalasi chiqib ketgan. O'sha yil kaskad moda bo'lgan. Xullas, kaskad qilib kestirdim, katta bo'lganimdan keyin uzun soch xohlab qoldim. Keyin sochimni o'stirgim keldi, o'sha sochlarim o'smasdi, nimjon bo'lib ketgan edi. Ana undan keyin har xil yog'lar, spreylar ishlatib ko'rdim. Lekin birontasi sochimni o'stirmadi. Oxirgi yil, adashmasam 2023-yilda bitta sprey olib ishlatdim. Bu sochlarimni juda ham zo'r o'stirib berdi. Lekin men undan ham yana ham zo'r natija xohlab yurardim. Tindirmasdan sochimni o'xot qilardim. Hamma narsa ishlab ko'rardim. O'tgan yili iyun oyida Sharm-el-Sheyxga dam olgani bordik. O'shanda men Misrda yog'lar ko'rdim. Ularni menga maqtashdi. Men tabiiyki bu narsaga ishonmadim. Baribir o'stirmaydi. O'sha spreyni ishlatib yuraman dedim o'sha paytda, lekin rosa maqtashdi menga va men bittasini olib uni ishlatib ko'rdim. Bu yog' meni sochlarimni shunaqa zo'r o'stirib berdi. Do и posleni ko'rsanglar bo'ladi. Va men u yog'larni O'zbekistonga olib kirdim. Qizlar, bu yog' shunaqa zo'rki, sochinglarni mayillashtiradi, qalinlashtiradi, ildizlarni baquvvatlashtiradi. Xullas, har taraflama zo'r. Bu yog' sizlarning sochinglarni o'stirishiga 100% kafolat bera olaman. Chunki meni sochlarimga uncha narsa ta'sir qilmas edi. Bu yog' meni sochlarimni juda ham zo'r o'stirib berdi va men bu yog'i 1,5 yil izlanib, 1,5 yil qidirib, fabrikasini qidirib topib, shu yog'larni O'zbekistonga olib kirdim.
sizlar endi bemalol sochlaringlarni shu yog' bilan chiroyli qilib o'stirsanglar, qalinlashtirsanglar bo'ladi. Men bu yog'larni sizlar uchun sotuvga qo'ydim. Bu yog' bilan ishlatayotgan spreyim birgalikda komplekt qilib sotiladi. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Qaytarib aytaman, men kiprik o'stiradigan sivurtkam ham sotuvda bor, bilasizlar. Bu kiprik o'stiradigan sivurtkamga qanaqa garantiya berib, qanaqa darajada klientlarimni natijaga olib chiqqan bo'lsam, sochda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Men o'zim natija ko'rganim uchun ham sizlarga uverin bo'lib bu narsani reklama qila olaman. Bemalol olib foydalanib ko'ringlar, sizlarga qanaqa ishlatilinishini o'zim o'rgatib qo'yaman. Spreyni ham, yog'ni ham olib baravar foydalansanglar, sochlaringiz juda ham chiroyli bo'ladi. Men haligacha bu yog'larni ishlatishda, bu spreylarni ishlatishda davom etyapman. Zakaz qilish uchun shotga Telegram nomerimni qoldiraman. Telegramdan menga yozsanglar, men sizlarga bu yog', bu sprey haqida ma'lumotlar beraman va dastavka qilib beramiz. Mendan yog' va sprey olib sochlaringizni qalin, chiroyli qilib o'stirsanglar, gafri qilsanglar ham, jingali qilsanglar ham, oddiy fendi ukladka qilib yursanglar ham zo'r turadi. Mana. Qanaqa chiqyapti, yaqindan ko'rsating. Mana bu meni o'sib kelayotgan mayda sochlarim. Ko'rasizlarmi? Zo'r. Xudo xohlasa, shu yog' va sprey sizlarga ham zo'r yordam beradi. Mana bu ham mayda sochlarim ko'pligini qaranglar. Bu sochni qilishingizga hech qanaqa muz, lak, bunaqa narsalar kerak emas umuman. Prosta sochinglarni o'zida zo'r turib beradi. Men sochimni sal chetroqdan ochib qilaman. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. O'rtadan ochilgan farqdan ko'ra chetroqdan ochilgan farq menga hozir ko'proq yoqyapti. Sizlarni vaqtinglarni olmagan holatda tez ko'rsatishga harakat qilaman. Va bizda eng oxirgisini ham xuddi shunaqa qilamiz. Aytganimdek, sochimizni umuman taramaymiz. Prosta mana qaranglar. Qo'linglarni tiqib, shunday yoyib borasizlar. Damda yoysanglar, yana ham объемный bo'lib chiqadi. Qo'linglarni shunday holatda tiqib, damda qorasizlar. Ko'rasizlar? Endi ikkinchisi. Mana bizda shunaqa объемный sochlarimiz tayyor bo'ldi. Buni ham bunaqa qilib yig'sanglar ham chiroyli turadi. Yoyib olsanglar ham chiroyli turadi. Обязательно shunaqa gafri olib sochinglarni qilib ko'ringlar, sizlarga juda ham yoqadi. O'zinglarni qanaqadir boshqacha his qilasizlar. Agar sochinglarni chiroyli, qalin, uzun qilib o'stirmoqchi bo'lsanglar, sochinglarni uxud qilmoqchi bo'lsanglar, o'ylab ham o'tirmasdan mendan shu yog' va spreyni komplekt qilib sotib olib birgalikda ishlatinglar. Shunda juda ham chiroyli sochlarni egasi bo'lasizlar. Bu soch sprey yog'larini nafaqat ayollar, balki erkaklar ham, yosh bolalar ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Yosh qizlaringiz bo'lsa, oldindan sochlarini uxud qilib borsanglar, katta bo'lganda sochlari qalin va chiroyli bo'ladi. Xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Telegramdan yozasizlar. Men sizlarga bu mahsulotlar haqida o'zim ma'lumot beraman. Menda bundan tashqari qorin ketkazadigan korsetlar, oyoqlarni ozdiradigan lasina, undan tashqari kiprik, qoshlarni o'stiradigan sivurtkalar, oqartiruvchi kremlar, har xil mahsulotlar bor. Telegramdan yozsanglar, men sizlarga har bitta mahsulot haqida o'zim ma'lumot beraman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.